U osmonni bunyod etib, qum donalaridan ham ko'proq son sanoqsiz yulduzlar bilan bezadi. Sayyoralarni ulkan tezlikda aylantiradi. Shunga qaramay, yer aylanganda ustidagi hech narsa sochilib ketmaydi. Boshqa biror osmon jismlar bilan to'qnashmaydi. U yulduzni gulni yaratgandek oson yaratdi. Gulni ham sayyora kabi mukammal san'at bilan yaratdi. Har bahor o'lik yerga yana hayot baxsh etadi. Millionlab turlarni mukammal tartibda umuman adashmasdan saqlaydi. Bular bilan birga u mitti jonivorlar rizqini ham unutmaydi. Rizqlarni ato etadi. Bir ishi boshqa bir ishiga to'sqinlik qilmaydi. U bir vaqtning o'zida son sanoqsiz mavjudotlarning son sanoqsiz ehtiyojlarini qoplaydi. Shunday qudrat oldida nima qiyin bo'lishi mumkin? O'z rasulining muborak jasadini bunday safarga olib chiqish u zot uchun qiyinmi? Aslo. Alloh asrasin. So'ng Rasululloh alayhisalom o'zlariga ko'rsatilgan barcha narsalarni ko'rib bo'lgach qaytdilar. Yana Jabroil alayhisalom hamrohligida osmonlardan Masjidul Haromga tushdilar. U yerdan esa yotoqlariga qaytdilar. Rasululloh alayhissalatu vassalom hanuz islom uchun yangi yurt topa olmagan edilar. Endi nima qiladilar? Bu payg'ambarlikning 11-yili edi. U zot da'vatni yetkazishdan to'xtamadilar. Dushmanlar esa o'jarlik va bosimdan voz kechmadilar. Shu orada haj mavsumi yetib keldi. O'sha yili ham Arabiston yarimorolining turli hududlaridan minglab odamlar haj uchun Makka ga kelishdi. Bu Rasululloh alayhissalom uchun bir imkoniyat edi. U zot Makka ga kelgan qabila boshliqlari bilan uchrashib, islomga da'vat qilmoqchi edilar. Alloh o'z rasulining sa'y harakatlarini zoyi qilmasdi. U zotning ro'barolariga 6 nafar ajib insonni chiqardi. Bu 6 kishi nimaga sabab bo'ldi? Buni vaqti kelganda ko'ramiz. Hozir bilishimiz kerakki, o'sha 6 kishini topish ham oson bo'lmagan. Rasululloh alayhissalatu vassalom haj mavsumida tinimsiz harakat qildilar. Bu qariyb 1 oy davom etadi. U zot 10 dan ortiq qabilalarning chodirlariga birin-ketin kirib, o'zlarini tanishtirar va vazifalarni bayon qilardilar. Islom da'vatini qo'llaydigan va hijrat uchun joy beradigan qabilani izlar edilar. Shu bilan birga ochiq da'vatni ham to'xtatmadilar. U zot: "Ey insonlar, la ilaha illalloh denglar, najot topasizlar" der edilar. Qayerga bormasinlar, bu ovozni eshitganlar kelib tinglar, atroflariga olomon to'planardi, ammo birov aytganini qilmasdi. Faqat bitta ovoz eshitilardi. U zotni soyadek kuzatadigan kishi, lekin uning maqsadi Rasululloh alayhisalomni qo'llab-quvvatlash emas, haqiqatni izlash ham emas edi. U chodirdan chodirga yurib baqirardi: Muhammad ota-bobolarning dinini tark etdi. U yolg'on to'qimoqda, unga ishonmang. Bu ovoz amakisi Abu Lahabga tegishli edi.